Hozirda Webster universitetida, ya'ni Amerikani universitetida o'qiyman. Iqtisod yo'nalishi bo'yicha birinchi bosqich talabasiman. Bunga qaramasdan dunyodagi eng top universitetlardan Amerikada joylashgan, Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya, Avstraliya, Italiya, Germaniya, Yangi Zelandiya, Italiyada joylashgan o'sha universitetlardan jami $750,000 grant sohibasiman. Maqolalarim Amerikada, Yevropa, Osiyo mamlakatlarida chiqqan, bepulga chiqarganman. Top universitetlar, yirik tashkilotlar, ya'ni BMT, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, UNESCO, UNICEF va shu kabi qator tashkilotlarda 120 dan ortiq kurslarni bitirganman. 30 dan ortiq xalqaro kompaniyalarda amaliyot o'taganman, ya'ni qisqa amaliyotlarni o'taganman. Mana shularni ham sizlarga o'rgataman. Amerika Qo'shma Shtatlari, Turkiya, Misr, Tailand, Indoneziya, keyin Hindiston, Buyuk Britaniyaga konferensiyalar uchun delegat sifatida tanlab olinganman. Amerika Qo'shma Shtatlariga 7 martadan ko'p tanlanganman. Shveysariyaga ta'lim sayohat yo'llanmasini qo'lga kiritganman. 50 dan ortiq xalqaro va mahalliy konferensiyalarda, sammitlarda, seminarlarda ishtirok etganman. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi, Yosh maslahatchilar kengashi, Amerika Toshkentdagi Amerika markazi, keyin qo'shimcha volontyorlik harakatlarida volontyorman. Keyin biroq loyihalar o'tkazib turaman, ya'ni shunga o'xshagan loyihalar o'tkazib turaman.